Welcome to the Swan Valley, our first ever visitors from Uzbekistan. Thank you for coming in. Do'stlar, birinchi marta O'zbekistondan tashrif buyurgan mehmonlar biz bo'libmiz. Swan Valleyni kuzatib boringlar. Biz Persh shahridagi Swan Valleyga yetib keldik. Bu vodiy ko'plab fermer xo'jaliklarini hammasini bitta joyga to'plagan ekan. Biz shunchaki bittasiga kirib ko'rdik va bu yerda asosan uzumlar yetishtirilar ekan. Kirishda xuddi shunaqa go'zal manzara, ikki tarafda uzum bog'lar hamda mashinalar uchun barcha qulayliklar bor ekan. Yoz paytida bu yerda har xil ichimliklarni tekinga tatib ko'rsa bo'lar ekan. Ha aytganda, bu yerda aeroport joylashgani uchun har 2 daqiqada samolyotlar qo'nishini kuzatsa bo'lar ekan. Ichkaridagi tabiatdan bahra olib, har xil rasmlarga tushish uchun juda ham chiroyli manzaralar bor ekan. Agarda siz oilaviy farzandlaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, bu yerda barcha sharoitlar bor ekan. Ya'ni detskiy plashatka, ular bilan o'ynash uchun alohida zonalar, hammasi bor ekan. Kattalar uchun esa alohida restoran. U yerda har xil ichimliklarni tekinga tatib ko'rib va uyga ham olib ketsangiz bo'lar ekan. Menga bu yer juda ham yoqdi. Agarda sizda ham chet elda o'qish orzusi yoki chet elda yashash hayotiga qiziqish bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham ko'plab foydali ma'lumotlarni ulashib boraman. Ha aytgandek, bu joyning lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Bu videoni esa Avstraliyada bo'lib turib, bu yerga umuman bormagan do'stingizga yuborib qo'ying.